Rahmatulloh keyin meni uni olib joyiga qo'yib qo'y. Sizda ham shunday holatlar kuzatilmoqdami? Xodimlar ishga layoqatsiz, ishga o'z vaqtida kelmaslik va yana hamma ish o'zingizning bo'yningizda qolyaptimi? Bunda bizda yechim bor. Sargardon Aldarov. Uzr, kech qoldim. Kech qoldingiz. Bunday holatda birinchi o'rinda ishchilarning oyligini keskin qisqartirish, ikkinchi o'rinda ish vaqtida kelishini talab qilib olish. Siz masalan bu holatga qanaqa qaraysiz? Men masalan juda achinarli holat deb hisoblayman va ishchilarimning oyligini sizga aytmoqchiman. Juda ham katta summa beraman. Masalan, qancha oylik berasiz? 750 ming so'm beraman. Bu holat juda ko'p kuzatilgan, menda ishchilarim juda kech qolib kelishgan. Iloji bo'lsa shu 750 ming yana ham tushirish to'g'risida menga ma'lumot bersangiz, hurmatli motorolvator. Motorolvator, biz motivator. Jon uka. Endi bu holatda siz o'zi ishchilaringiz kelmasa ham rozi qilib yuboradigan darajaga kelib o'tibsiz.